Beshinchi variantni 43-chi savoli. Bu oxirgi savol hisoblanadi. Yozmish. Mis biriyodid nitrat kislotaning konsentrlangan eritmasiga solinganda qo'ng'ir gaz, tuz va rangli oddiy modda hosil bo'ladi. Bu birinchi tajriba. Birinchi reaksiyamiz bo'lamiz. Birinchi tajriba. Yaxshi. Mis biriyodid nitrat kislota bilan reaksiyasini yozib olamiz. Mis biriyodid plus nitrat kislota. Hop. Misni bu yerda oksidlaydi, mis qaytaruvchi hisoblanadi. Mis nitrat plus yod ajralib chiqadi. Plus NO2 plus suv hosil bo'ladi bu yerda. Demak, bu birinchi tajriba hisoblanadi. Bu yerda rangli oddiy modda bu yod, qo'ng'ir gaz bu NO2, tuz, mis nitrat tuzi hisoblanadi. Reaksiyani tenglashtirib olamiz. Reaksiyani tenglashtirsak 8 qo'yamiz. Mis nitrat oldiga 2 qo'yamiz. Yod birga 4 qo'yamiz. Suvni oldiga 4 qo'yamiz. Teng bo'ladi. Keyingisi ikkinchi tajriba. İkinci tajribada aytilyapti. Hosil bo'lgan tuz ajratib quritildi va qizdirildi. Demak, nitrat parchalaymiz ekan. Nitrat parchalanganda mis oksidi NO2 va kislorod hosil bo'ladi. Reaksiyani tenglashtiramiz. Qo'yamiz. Bir ham 2 qo'yishimiz kerak. 4 qo'yamiz. Kislorod oldiga 1 bo'ladi. 4. Bu ikinci tajriba edi. Endi uchinchi tajriba. Rangli oddiy modda konsentrlangan nitrat kislota bilan qizdirildi. Rangli oddiy modda bu yod hisoblanadi. Konsentrlangan nitrat kislota bilan qizdirilganda hosil bo'ladi. Yodat kislota hosil bo'ladi. Plus qo'ng'ir gaz NO2 hosil bo'ladi. Plus suv hosil bo'ladi. Demak, reaksiyani tenglashtirib olamiz. Reaksiyani tenglashtirsak 10 ta nitrat kislota, keyin 2 ta yodat kislota, hop 10 ta NO2, suvni oldiga esa 4 qo'yamiz. Reaksiya teng. Endi bizda 4-chi tajriba qoldi. 4-chi tajriba. Hop NO2 plus kislorod. Bu yerda aytyapti, ajralgan qo'ng'ir gaz kislorod bilan aralashtirildi. Demak, kislorod bilan aralashtirilganda aralashib, keyin kaliy gidroksid eritmasi orqali o'tkazildi. Bu yerda kaliy gidroksid eritmasi ham bor ekan, demak. Oxirigacha o'qimoqmiz. Demak, kaliy gidroksid eritmasi ham bor. Demak, hosil bo'ladi bizda kaliy nitrat tuzi hosil bo'ladi va suv hosil bo'ladi. Reaksiyani tenglashtiramiz. 4 qo'yamiz bu yerga. Demak, kaliy nitratga ham 4 qo'yamiz. Kaliy gidroksid ham 4 qo'yamiz. Suvga esa 2 qo'yamiz. Reaksiyamiz teng. 4 ta tajribada 4 ta reaksiyani tenglashtirib oldik. Hop, bu birinchi savol ketdi. Endi ikkinchi savol. Birinchi savol ketkazdik. Mana birinchi savol yozib chiqdik. Endi ikkinchi savol. Ikkinchi savolda aytilyapti. Birinchi tajribada 0,4 mol mis 1 oksid mis 1 yodid sarflanganda qancha oddiy modda hosil bo'ladi deyapti. Demak, yozib olamiz. Bu yerda reaksiyasi yozilgan. Shunisiga yozib olamiz. Mis 1 yodiddan hosil bo'lyapti yod oddiy moddasi. Demak, 0,4 mol. 0,4 mol ke 2 da 1 mol hosil bo'lyapti. 0,4 esa 0,2 mol. Demak, grammda so'rayotgan ekan. Demak, buni ko'paytiramiz 254 ga. 254 ga ko'paytiradigan bo'lsak, shuni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak, bizda demak 54 ga 2 ni 2 ga ko'paytirsak 400, 54 ni 2 ga ko'paytirib yuboradigan bo'lsak 108 bo'ladi. 400 ga 108 qo'shsak 50,8. 50,8 gram. Demak, bu ikkinchi savol. Endi uchinchi savolni yozishimiz kerak. Uchinchi
Uchinchi tajribada 0,4 mol oddiy modda nitratsiyada bilan o'zaro ta'sirlashgan bo'lsa, hosil bo'lgan gazning hajmini aniqlang. Hosil bo'lgan gaz bizda NO2 gazi. Xo'p, faqat mana bu yerda reaksiya yozilgan, faqat hosil bo'lgan holatini yozaman. 4 ta NO2 hosil bo'lyapti. Demak, 0,4 mol oddiy modda ekan, 0,4 mol oddiy modda 1 moldan 10 mol hosil bo'layotgan bo'lsa, 0,4 moldan x teng 4 mol hosil bo'ladi. Litr deyapti, 22 ga 4 ko'paytirib yuboradigan bo'lsak, 89,6 litr bo'ladi. Uchinchi savolimizga javob 89,6 ekan. Birinchi savolga javob topildi, reaksiyalar yozildi, tenglashtirildi. Ikkinchi savolga javobi 50,8 gram bo'ldi. 50,8 gram. Uchinchi savolimiz 89,6 litr. Javoblar topildi. Bo'ldi, e'tiboringiz uchun rahmat.